Bugungi suhbatimiz ko'pchilik yosh kattalarda uchraydigan, lekin ko'pincha oddiy og'riq deb e'tiborsiz qoldiriladigan kasallik ko'ksartiroz haqida bo'ladi. Shu mavzuda travmatolog ortoped shifokor Umid Xudoyberdiyev bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum doktor. Alaykum assalom. Doktor, avvalo kasallikni oddiy tilda tushuntirib bersangiz, ko'ksartiroz o'zi nima? Koksartiroz kasalligi bu chanoqson bo'g'imining yemilishi bilan bog'liq bo'lgan kasallik. Ya'ni bunda chanoqson bo'g'imidagi tog'aylarning yallig'lanishi va yemirilishi natijasida bo'g'imlarda turli xil og'riq, harakatning cheklanishi va bemorlarda turli darajadagi noqulayliklar keltirib chiqaradi. Xo'p, bu kasallik ko'pincha kimlarda uchraydi? Bu kasallik asosan 50-60 yoshdan yuqori bo'lgan insonlarda uchraydi va hozirgi kunda harakatning cheklanishi va ortiqcha semizlik, ya'ni ortiqcha vazn natijasida yoshlarda ham kuzatilmoqda. Ko'pchilik bu kasallikni yosh o'tgani uchun og'riyapti deb yuraverar ekan. Ko'pchilik bu kasallikni yosh o'tgan sari og'riqlar paydo bo'lyapti, ya'ni yoshga bog'laydi. Ammo aslida bu og'riqlarni e'tiborsiz qoldirish koksartirozning yanada darajasini oshirib yuborishga olib keladi. Xo'p, ko'ksartirozning ilk belgilari qanday bo'ladi? Bu kasallikning boshlanish belgilari chanoq va chov sohalarida og'riq berishi, ko'p qavatli binolarga chiqqanda, zinadan harakatlanganda og'riqning kuchayishi va og'ir jismoniy mehnat bajarganda chanoq sohasida og'riqning kuchayishi bilan boshlanadi. Bu og'riqni odamlar boshqa kasallik bilan ham adashtirishi mumkinmi? Albatta, koksartiroz kasalligini ko'pchilik kasalliklar bilan almashtirish mumkin. Misol uchun bel og'riqlari, bel grijalari, umurtqa grijalari hamda chanoqsonning revmatik kasalliklari va hozirgi kunda ko'plab uchraydigan son suyak boshichasining aseptik nekrozi kasalliklari bilan adashtirib yuborishadi. Agar kasallik vaqtida davolanmasa, nima bo'ladi? Agar kasallik o'z vaqtida davolanmasa, birinchisi bemorning shikoyatlari oshib boradi. Ya'ni og'riq, harakatning cheklanishi, bemorning oddiy o'tirib turish yoki yotish holatlarida ham og'riqning ortib borishi kuzatiladi va bemorlarning asosiy shikoyati bu og'riq hamda harakatning cheklanishi hisoblanadi. Shunda ko'ksartirozni operatsiyasiz ham davolash mumkinmi? Koksartirozni albatta birinchi va dastlabki bosqichlarda jarrohlik amaliyotisiz davolasa bo'ladi, ammo bunda bemorni vazni va ijtimoiy holati, uning harakatiga bog'liq bo'ladi. Albatta bemorlar yengil vazn bo'ladigan bo'lsa, bunda davo effekti juda ham yaxshi bo'ladi. Shuningdek, hozirda ko'pchilik turli ukollar bu og'riqni qoldiryapti deb xulosa qilishar ekan. Bu qanchalik to'g'ri? Yuqorida aytib o'tganimdek, kasallikning boshlang'ich belgilari aniqlanganda yoki boshlang'ich darajasi aniq bo'lganda va tashxis to'g'ri qo'yilganda va to'g'ri inyeksiya amalga oshirilsa, albatta foyda beradi. Ammo kasallikning 3-4 darajalari va inyeksiyani to'g'ri tanlamaslik bu aksincha kasallikning og'ir holatga o'tkazib yuborishi mumkin. Qaysi holatlarda operatsiya kerak bo'ladi? Kasallikning 3-4 darajalarida suyak yemirilishi oshib ketsa yoki koksartiroz bilan birga son suyak boshichasining aseptik nekrozi kabi kasalliklar birga keladigan bo'lsa hamda bemorlar og'riqdan shikoyati oshib boraversa, bunda jarrohlik amaliyoti amalga oshirilishi kerak. Ya'ni chanoqson bo'g'imini total endoprotezlash jarrohlik amaliyoti amalga oshiriladi. Ko'pchilik bu operatsiya jarayonidan, ya'ni protez qo'ydirishdan qo'rqar ekan. Bu qanchalik xavfli? Kasallikning oxirgi darajalarida va og'riq kuchli bo'lganda endoprotez qo'yish tavsiya etiladi. Ammo haqiqatdan ko'pchilik bemorlarimiz protez qo'yishdan qo'rqishadi. Sababi birinchi o'rinda protez haqida, ya'ni endoprotezlar haqida bemorlar orasida yetarlicha tushunchaning mavjud bo'lmaganligi hamda protez menga tushmasligi mumkin yoki nojo'ya ta'sirlari ko'p degan noto'g'ri fikrlar mavjud xalqimiz orasida. Shuning uchun bemorlar albatta kasallikning oxirgi darajalarida ortopedlar bilan yetarlicha suhbat o'tkazishi va endoprotez o'zi nimaligi haqida tushunchaga ega bo'lishini tavsiya etaman. Ushbu endoprotezlar koksartirozni to'liq oldini oladimi? Endoprotezlar koksartirozni oldini olish uchun emas, ya'ni endoprotezlar koksartiroz kasalligining yanada yomonroq holatlarga olib kelishi, bemorlarning umuman to'shakka yotib qolishini oldini oladi desak to'g'riroq bo'ladi. Ushbu kasallik bilan chalingan bemorlar qachon shifokorga murojaat qilishlari kerak?
Ushbu kasalliklar bilan umuman chanoq son sohasida og'riq va bemorlar uchun qanaqadir diskomfort seziladigan bo'lsa, albatta travmatolog ortoped ko'rigiga qabuliga yozilishni tavsiya etaman. Sababi faqat ko'ks artroz emas, hozirgi kunda chanoq son bo'g'imining boshqa kasalliklarini ham o'z vaqtida to'g'ri tashxislab, o'z vaqtida davolashni boshlaydigan bo'lsa, bemorlarimiz jarrohlik amaliyotiga muhtoj bo'lmaydi. Doktor, tajribangiz davomida shu kabi operatsiyalardan taxminan nechta o'tkazgansiz? Hozirgi vaqtgacha 200 dan ziyod jarrohlik amaliyoti o'tkazganman. Misol uchun 2025-yil davomida 80 dan ortiq jarrohlik amaliyotini o'tkazganmiz. Ko'ks artrozga va umuman mana chanoq son bo'g'imi patologiyalarida u bo'lishi mumkin suyak sinishlarda, ko'ks artroz yoki chanoq son bo'g'imning boshqa kasalliklarida endoprotez qo'yilgandan so'ng birinchi o'rinda bemorlarda o'sha bo'g'imning harakati to'liq tiklanishi va og'riqlarning yo'qolishi hamda oldingi hayotiga qaytishi uchun katta imkoniyat yaratiladi. Agar bemor og'ir tana vazniga ega bo'lmasa va doimiy ravishda aktiv harakat qilib turgan bo'lsa, albatta bunaqa bemorlarda jarrohlik amaliyoti ham, jarrohlik amaliyotdan so'ng reabilitatsiyasi ham juda oson va yengil o'tadi. Suhbat uchun katta rahmat, doktor. Menimcha kuzatuvchilarimiz uchun ham ancha foydali ma'lumotlar bo'ldi. Sizga ham rahmat. Kasallikni o'z vaqtida to'g'ri tashxis qo'yib, o'z vaqtida to'g'ri davolanib va to'g'ri mutaxassisga uchrashadigan bo'lsangiz, albatta sizda turli xil asoratlar kelib chiqmaydi. Ya'ni o'sha endoprotezlash jarrohlik amaliyotiga muhtojlik sezmaysiz. Sog'lig'ingizni o'z vaqtida qadriga yeting va har bitta sog'lom bo'g'im bu har bitta sog'lom qadam demakdir. Siz va yaqinlaringizda yuqoridagi kabi muammolar bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling va kommentariyada savollaringiz bo'lsa yozib qoldiring.